sizlarga batafsil ma'lumot bergani mutaxassislarni iltimos qilib chaqirdik. Dehqonlarimiz ko'pchilik 70likka ariq olib bir qator lenta tortadi yoki biz mana bunaqa sxema qilgandaqa qilib lenta tortishadi-da. Birinci joyu ko'rish kerak. Joyu yaxshi ko'rish kerak nima uchun? Joyimizin toprağı kumluk mu, taşlık mı, qanaqa toprak onu bilish kerak. Joylarni ko'radilar, ekin turini ko'radilar. Ekin turidan keyin tomchi lentasi tanlanadi. O'zimiz dehqonlar bilan gaplashishda biz aytdik, ko'p rasvot qilmaylik, yengilroq qilaylik, endi proyektchiga pul berib yurmaylik degan maqsadda qildik-ku, lekin juda ko'p suvdan ham potera bo'ldi, hosildorlikdan potera bo'ldi, oziqasidan juda katta zarar ko'rdik-da biz yerda. Tomchilab sug'orish tizimlari men o'ylaganimdan ko'ra yoki siz o'ylaganingizdan ko'ra yoki ko'pchilik o'ylaganidan ko'ra ancha murakkabroq jarayon va murakkab tizim. Qadrli do'stlar, har bir narsaga ilm kerak bo'lganidek, tomchilab sug'orish tizimlarini joriy qilish uchun, ekinlarni to'g'ri sug'orish uchun ilm kerak bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yurtdoshlar. 20-may 2025-yil hamkorimiz Piyoz dala maydoniga keldik. Sizlarga tomchilab sug'orish tizimlari haqida o'tgan safargi dasturimizda ancha ma'lumotlar bergan edik, yoritgan edik, hamkorimizni aytib o'tdik, Bobur akamizni maslahatini berdik. Bugun o'ylab qarasam, Bobur akamizni o'zini chaqirib, Bobur akamiz mana shu loyihani qilib bergan Turboplast kompaniyasi hamkorlarimizni chaqirib, mutaxassislar bilan bugun sizlarga tomchilab sug'orish tizimlarini, ilmlari haqida, yutuqlari haqida, kamchiliklari haqida to'liq batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Qadrli do'stlar, yuqorida aytib o'tdim, tomchilab sug'orish jarayonlari biz o'ylagandan ancha murakkabroq jarayon. Sizlarga batafsil ma'lumot bergani mutaxassislarni iltimos qilib chaqirdik. Yangiobod tumaniga Turboplast kompaniyasidan hamkorlarimiz Abdusalom, Bobur akamiz, loyiha bo'yicha mutaxassislar kelgan. Qolaversa, ushbu dalani egasi Mirzabek do'stimizni ham taniysizlar. Muxlislarimiz bilan so'rashib olishlaringiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Sizlarga rahmat deymiz, bizani chaqirganingiz uchun. Sizlarga rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Hammaga assalomu alaykum. İsmim Baburxon. Mirzajon akam sayesinde siz bilan tanishdik. Xursand bo'ldim. İyi ki chaqirdingiz, bizni yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa bugun bilimlarni ulashamiz muxlislarimizga. İnşallah. Qo'limizdan nima kelsa, aqlimiz erligicha yardım qilamiz. Salom muxlislar. Mana yana biz o'zimizni poliyada mana keldi, akalar keldi, mana ko'ryapmiz. O'tgan safar ham video qilib chiqaruvdi. Bu safar mana mutaxassislarni o'zini chaqirtirdik. Mana ko'pchilik ko'rish mumkin, qanday bo'layapti. Qadrli muxlislar, Bobur akamlarni, Abdusalomlarni bu dalaga chaqirib, Mirzabek do'stimiz bilan birgalikda sizlarga ilindik bilimlarni. Yaqinda Surxondaryodagi dala maydonimizdan piyoz hosillarimizni terdik. Alohida dastur qilib, tomchilab sug'orishdagi xatolarni dastur qilib tushuntirib o'tdim. Ancha muncha mana shu tomchilatib sug'orish tizimlarining ichida biz bilmagan, biz o'ylamagan, hali yuqorida aytganimdek biz kutmagan murakkabliklar bor. Bobur akami o'tgan safargi dasturda sizlarga tanishtirib, loyiha qilib beradi deb tanishtirgandik. Hozir Bobur akami o'zlaridan boshlaymiz. Bobur aka, ko'pchilik dehqonlarimiz O'zbekiston bo'ylab o'zimizdan haligi o'zimiz bilganimizcha qilib shu oddiy deb o'ylaymiz-da, tomchilab sug'orish. Shunday turbasini qo'yamiz, kattaroq turba lenta tortamiz, bo'ldi deb. Buni ancha murakkabliklari bor-da. Dehqonlarimiz ko'pchilik 70likka ariq olib bir qator lenta tortadi yoki biz mana bunaqa sxema qilgandaqa qilib lenta tortishadi-da. Birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsam, tomchilab sug'orish tizimlarini joriy qilish uchun eng avvalo nimadan boshlanadi ishlar, jarayonlar? Birinci joyu ko'rish kerak. Joyu yaxshi ko'rish kerak nima uchun? Joyimizin toprağı kumluk mu, taşlık mı, qanaqa toprak onu bilish kerak. Joyimiz tekst mi, baland mı onu bilish kerak. Ondan keyin suyu qayerdan alamiz? Artizan mı, havuz mu, arık mı? Bunların hammasi bir proyekte o'zgartiryapti. Ektiğimiz ekin nima? Mesela piyaz, lovyat, ne bileyim kartoshka. Bunlara qarab lenta ishlatyapmiz. Lentaların teşik arasına qarab belli bir uzatış mesafesi var. Bunların hammasi proyekte o'zgartiyor. Biz ona qarab birinci joyları ko'ryapmiz, ona qarab proyekt qilyapmiz. Demak, joylarni ko'rib, joylarda past balandliklarini, Abdusalom, Joylarni ko'radilar, ekin turini ko'radilar.
Ekin turidan keyin tomchi lentasi tanlanadi. Tomchi lentasini necha metrga tortish kerak, qaysi sxemada qilish kerak, o'shalarni ham proyektda ko'rib chiqiladi. Hozir mana shu Mirzabekni dalasida turibmiz-ku. Aynan bu dalada sentralli turba deymiz, markaziy turbalarimiz suvni qanaqa hisobini olgansiz, necha metrdan bo'lingan aynan shu dalada? Mirzajon akaning yan turbalari 90'lık. Yani Özbekçesi 89'luk. Ha, Yani 89. Polyetten turbo. Polyetten turbo normalde 89'luk polyetten turbo dünya standartlarında 45 küptür. Taşıyacağı su miktarı. Tabii Özbekistan kuru ısık memleket. Burada Nemkam, Judocuda kam. Sprenli kop, ondan sonra Şamal kop. Onları da hesaba koyduğumuz vakit ortaca 50 küpe kadar alabiliriz 90'lık 89'luk polyetten turboyu. Mirzacan Akam'ın lentelerin teşik arası 15 santim. Her 1 metrede 3 de jöleştirdik. Yani bu şu demek oluyor. Ortaca 36 metrede bir. Biz kran koyduk. Ne için 36 metrede bir? Hem davineyi getirmek için, davineyi eşit miktarda getirmek için, hem suyu eşit miktarda getirmek için. Tarqatma quvurga 90'lik quvur tanlaganmiz deyaptilar. 90'lik quvurning ichida soatiga 45 tonnagacha suv bo'ladi deyaptilar. Dunyo standarti bo'yicha. Keyin har 1 metrda 3 qatordan lenta tortganmiz deyaptilar. Har 1 metrda 3 qatordan bo'lganmiz deyaptilar. Keyin 90'likda bo'lganlar har 36 metrga bo'lganlari hisobi bo'lib sug'orishiga ham davleni yaxshi berishiga bo'lib kran qo'yganmiz. Mirzabek ko'pchilikka masofa qilsa, men o'zim ham yaqinda shu ma'lumotni aytib o'tdim. 50 metrdan oshig'i sal oshiqlik qilib ketar ekan, yetkazib berish qiyinroq ekan. Aynan bu dalamizda bitta markaziy turbadan tortilgan lentamizning uzunligi necha metr masofada tortilgan? Bizning boshlanish lentamiz 54 metr. Keyingi lentalarimiz 2 tomonlama suv kelgan, 2 tomonlama 90'lik quvur tortilgan, 2 tomonlama suv kelyapti. Ular 108 metr. U ham 54 metrga to'g'ri keladi. 54 metr bu tomondan kelyapti 90'lik, 54. Ikkovi lekin bitta bo'lib ketgan. Bo'ldi. Demak 54 metr lentaga suv beradi. Mirzabek respublika bo'ylab ko'raman, xatolar bor. Bobur aka, ko'pchilik yetishtiruvchilarimiz, tadbirkorlar o'zim bilaman degan fikr bor-da baribir. Suvni hisobini oladimi, yo'qmi? Men dalamdagi ekinni holatini, suvni holatini kelib chiqib, juda ko'p murakkabliklar, bu yerda qiyinchiliklar borligini tushundim. Endi Mirzabekdan so'ramoqchi bo'lganim, Bobur akani qanaqa topdingiz? Nimaga Bobur akani topib buni loyiha qilishga harakat qildingiz? Chunki siz o'tgan yil ham tomchilar sug'orish qilgan edingiz. Bobur akani topib, Bobur aka bilan maslahat qilib loyiha qilganingizda aynan nimalarga o'zgartirish kiritildi, nimalar ma'qul sizga? Biz o'tgan yili ham Bobur akadan so'rovdik, proyektlarni qilib beruvdi. Biz faqat u proyektdan foydalanmadik-da. O'zimiz dehqonlar bilan gaplashdik, biz aytdik, ko'p rasvot qilmaylik, yengilroq qilaylik, proyektchiga pul berib yurmaylik degan maqsadda qildik-ku, lekin juda ko'p suvdan ham patera bo'ldi, hosildorlikdan patera bo'ldi, oziqasidan juda katta zarar ko'rdik-da biz yerda. Endi dehqonchasiga aytadigan bo'lsak, xarajat sal qisqartiramiz degan, qisqartiramiz deb turib katta zararga o'tib qoldik. Shu o'rinda muxlislarimizga, bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimizga murojaat qilib ketmoqchiman. Ba'zan o'zimda ham bo'ladi, dalani ayrim xarajatlarini mutaxassislar bilan birgalikda qilishni o'rniga o'zimizcha o'zimiz bilamiz, o'zimiz aqlimiz yetadi degan fikrda qilganimizda, bu o'zimiz bilmasdan turib, tajribamiz bo'lmasdan turib boshlagan ishimiz oxir oqibatda hosildorlikda va bir qator jarayonlarda mablag'da ekonom qilmoqchi bo'lganingiz 1 millionning o'rniga 3 million, 4 million bo'lib baribir chiqib ketadi. Shuning uchun mutaxassislar bilan gaplashib, mutaxassislar bilan maslahat qilib, loyiha qilib, suvlarning kublarini aniq hisoblab turib, o'sha yerda holatdan kelib chiqib, hech yo'q mutaxassis sizga ekiningizni boshdan oxirigacha ko'rib bermaydi. Boshini ko'rsasangiz, Bobur aka haliga lokatsiya tashlab ham, lokatsiyada ham ko'rib berasizlar. Mana bu lentalar haqida Absalom sizdan so'ramoqchi edim. Men o'zim ham dalamga qo'yganman. Menda ariqdan ariqacha 1.40, pushdan 1 metr 3 qator lenta tortganman. Mirzabekda dalasidagi lentalar Turboplast korxonasi bilan Bobur akalar bilan hamkorlik boshlanmagan paytda olingandi. Shu lentalarda endi biz Mirzabek bilan video aloqalar orqali Telegramdan tez-tez xabarlashib gaplashib turamiz. Shu lentalarda bosimlari haqida ozgina muammo bo'lyapti. Suvda Bobur akam aytgan davlenani bosimda bu lentalar ko'tarish qiyin bo'lyapti. Siz bir mutaxassis sifatida ana shu lentalarni tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Standarti necha bo'ladi? Bitta tomchi 1 soatda qancha suv tursa normal holat hisoblanadi? Shu haqida ma'lumot berib ketaylik. Endi eng avvalo birinchidan qanaqa ekinga olayotganlarga qaraydilar. Birinchidan piyoz bo'lsa, oraliq masofasi yaqinroqni olsalar shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki piyoz eng ko'p suv talab qiladigan ekin turi hisoblanadi. Oraliq masofasi 15-20 30 santimetrgacha olinadi o'zi.
Undan keyin ikkinchi e'tibor qiladigan narsamiz tomchi lentaning soatiga necha litr suv tomishi. Soatiga 1.1, 1.3, 1.6, 2 litr, 2.4 litrgacha suv tomizadiganlar bo'ladi. O'shanga qarab litrga qarab olinadi. Undan keyin lentaning qalinligi. Qalinligi juda katta rol o'ynaydi, chunki O'zbekiston iqlimi juda issiq, yoz chillasida juda issiq bo'ladi. Yupqasini olsangiz, quyosh urib, suv berayotgan paytingizda teshilib qolish holati ko'payadi. Iloji boricha lentani o'rtacha qalinlikda olsalar, juda ma'qul ish bo'ladi. Keyin diametriga ham bog'liq. Diametri 16 lik olsalar, masofasini bo'lish masofasini kamroq qiladilar. Masalan, bu kishi 54 metrdan bo'lgan bo'lsalar, 16 diametrligini 22 diametrda qilsangiz, uning ichida suv ko'proq aylanadi. 22 diametrni 54 emas, 108 metrgacha tortsangiz bo'ladi. 2 barobar ko'proq degani bu. Suv yetkazib bera olsa nasosimiz. Suv yetkazib bera olsa u ham. O'shanisiga qaraladi. Ishlab chiqarish zavodidan olsalar, eng ma'qul ish bo'ladi birinchidan. Qo'ldan olgan boshqa, zavoddan olsa, zavoddan olsangiz siz garantiyasi bilan olasiz. Kafolati bilan. Kafolat bilan olganingizdan keyin erta keyin lentangiz biron joyi teshilib qolsa, zavodga olib borasiz, o'rniga almashtirib berasiz. Defekti bo'lsa. Defekti bo'lsa u ham. Agar bizda bunaqa narsa yo'q, xudo xolasa, uni bo'lmaydi ham. Zavodga olib borasiz, mana shu joyi teshilib qoldi, mana shunga sen garantiya bergansan bizga, almashtirib ber desa, tilingiz uzun bo'ladi siz. Ishlab chiqarishni oldida. Tushunarli. Bobur aka, yaqinda men Instagramga video qo'ydim. YouTube'da muxlislarimiz buni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Samarqandda Bulung'urda Erganakli degan joyda Bekmurod akamiz bor. Ular ham 15 gektarlik dala maydonida piyoz yetishtirishyapti. Turboplast korxonasining hamkori. Sizlardan mahsulotlar olib o'rnatilgan. Endi ular bizni hamkorimiz urug'chilik yo'nalishi bo'yicha. Yangi sug'orilayotgan joylarda ularning o'zlarining selkasi bor. O'sha zamonaviy selkalar, Agrikola Italiano selkalari bordi. Pushtalar sal kattaroq ekan. Bu yerda Mirzabek dalasida pushtamiz unaqa katta emas. Misol 1 metr, 1.20 atrofida to'g'ri keladi. Ularki 1.30 undan ham sal kattaroq bo'lib ketgan joylar bor ekan. Meni ajablantirgan narsa, endi men uni noto'g'ri deb hisobladim. Endi siz mutaxassissiz. Men tajriba bilan ko'rib turib aytaman, siz har bitta narsasini o'lchab ichidan bilasiz-da. Ikkita qatorlik lenta tortilganda borganimda Bekmurod akaning o'zlariga aytdim, Bekmurod aka, bu lentani ikkita tortilishi pushtangiz katta, ertaga kun qizigandan keyin ayniqsa, hozirgi sal bo'lsa ham havo unaqa isib ketgan yo'q, juda yuqori emas, yetkazib berib turibdi. Lekin iyul oylarida o'tadi, bu piyozimiz avgust oyida pishadi. Ertaga qiynalib qolasiz, suv yetmay qoladi degan fikrda aytdim. Shu fikrga sizni munosabatingizni bilmoqchi edim. To'g'ri aytyapsınız. Ben bunu kelgan filmlerimizin ko'plarini aytyapman. Piyoz Abdusayam da aytdi. Suyu ko'p talep qilgan bir ekin. Mesela 3'te buraya serdik. Oraya da normalde en kamı 3'te koyuşumuz gerekti. Lakin firmaların işte açık aytayım sizge. Özünün şeriatı pulla alakalı. İşte onu da düşünüp ona karab qilyapmiz. Ondan da nima qilyapmiz? Sug'orish vaqtini uzatyapmiz. Uzoqroq vaqt, suyu daha ko'p alması için, çekmesi için. Bazı joylara bitta lenta koyapmiz. Bazı joylara 2ta. Gektarına karab tabi. Joya karab. Normali en kamı 2ta, 3ta lenta koyuşumuz gerek. Bobur aka aytmoqchilarki, biza klient kelgan paytda lentani 3 qator torting yoki 2 qator torting, eng kami o'zi 2 qator tortish kerak. 3 qator 4 qatorga tortiladi. Piyoz eng ko'p suv talab qilgani uchun shu 3 qator 4 qatordan tortiladi deyaptilar. Lekin deyaptilar, bir xil fermer akalarimizni sharoitlar ko'tarmagan sabab, lenta metri ko'proq bo'lishi sabab cho'ntaklar ko'tarmaydi. Sharoitlari moliyaviy jihatdan. Moliyaviy jihatdan ko'tarmaydi deb shuni 2 qatordan tortib bering, shunaqa qilib proyekt qilib bering yoki bir qatordan qilib bering deb kishiga murojaat qilishadi. Shu sababli hosildorlik ham bir xil joylarda kamayishi mumkin, bir xil joylarda o'rtacha bo'lishi mumkin. Endi yerga ham bog'liq bu. Bu hosildorlikka, Abdusalom, bu hosildorlikka keskin ta'sir qiladigan omillarning bittasi. Bobur aka, men to'g'ridan to'g'ri Bekmurod akaning oldiga borganimda, aka bu noto'g'ri, buni 3 ta qilishimiz kerak deb aytdim. Sizlar ham kelgan hamkorlaringiz bilan boshdan tushuntirib, agar biz 3 qatorli lenta tortadigan bo'lsak, bunda hosildorlik yuqori bo'ladi. Mirzabek bilan biz ancha fikr almashamiz. Men boshqa joylarda video tasvirlarini, boshqa dalalarda 3 qator lenta tortilganda hosildorlikka haqladim. Mirzabek katta maqsad qo'ygan. Eng kamida 100 tonna hosil olishimiz kerak aka gektariga degan. Inshaalloh. Alloh baraka bersin, biz harakat qilamiz. O'shaning uchun Mirzabek ikkita qatorlik lenta suv
kamlik qiladi. 3 qator lenta tortishimiz kerak degan bo'ldi aka deb Mirzabek ko'ngan. Demak biz tushuntirishimiz kerak. Endi 2 qatorlik lentani masalasida to'g'ri lenta hisobida, kranik hisobida xarajat qimmat bo'lishi mumkin, lekin tokimiz-chi? Tokni ham bir hisob-kitob qilish kerak. Tabii. Ama işte firmaların bir joyda kaçırdıkları o. Aslında kar ediyor. 3 lenta joylaştırsalar kar ediyorlar vakitten. Suv vaqtini Sudan. kamaytiradi. Ha. Suv vaqtini kamaytirgandan keyin tokdan iqtisod bo'ladimi? Bobur aka? Tokdan tabii ki. Hozir Mirzabek, siz o'zingizdan bir fikrlaringizni bilsak, mana mutaxassislar keldi. Bizi maqsadimiz mana shu mutaxassis akalarimiz bilan, siz bilan birgalikda bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimizga nisbatan Jizzax uchun yangilik 3 qatorlik. Ko'pchilik meni hamkorlarim bor, oldindan kelamiz. Juda katta qismi 70likka ariq ochib bitta lenta tortadi. Bu nisbatan yangilik. Mana Bobur akam bilan maslahat qildingiz, ancha o'zgarishlar bo'ldi. Shu suvlaringiz yaxshimi? O'zingizga ham endi siz dehqonsizda baribir dalani egasi. Sizga ma'qul bo'lyaptimi? Shular haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Lentamiz 3 qator tortganimiz yaxshi effekt beryapti. Oziqalar ham yaxshi boryapti. O'tgan yili bir qator tortgan paytimiz aka bu oziqasi ham me'yorda bormaganda, shu lentani atrofida yaxshi rivojlanib, qolgan joylari rivojlanmagan. Ha. Hozir 3 qator tortganmiz, 3 qatorda yaxshi rivojlangan. Oziqasi ham yaxshi boryapti, suvi ham, keyin zaxlashi ham tez bo'lyapti. Bu degani bizda svitdan ekonom bo'lyapti. Juda katta foydasi bor-da bizga. Svetdan ekonom bo'lyapti dedingiz, tokdan. Qadrli muxlislar, keyingi dasturimizda Mirzabek bilan quyosh paneli haqida alohida ma'lumot berib o'tamiz. Bobur aka, bir ma'lumot qiziq. Ko'p sohada, ko'pchilikda klassik xatolar deymiz, takrorlanuvchi xatolar bor-da dehqonlarimizda. Tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilayotgan dehqonlarimizda, tadbirkorlarimizda o'sha takrorlanadigan xatolar, eng oddiy xatolar hisobga olmasdan qilinadigan, buni to'g'rilash kerak bo'lgan qanaqa xatolar bor? Shu sizni bilimingiz orqali muxlislarimizga ham ozgina bir ma'lumot berib En ketsak. katta hataları lentaların teşvik arasına itibar kılmadan mesafeyi uzatmaları. Bu bir. İkincisi, işlettikleri turboların ne kup su götüreceğini bilmedikleri için. Hatta turbo koyduğum vakit daha kopcoy su garaman diye düşünüyorlar. Lakin nator. Genelde bazı joylarda artizandan uleyimiz. Boya yaptı, boğma yaptı değil. Artizan neşkup su ver yaptı. Davinesi yeterdi mi, yetmeydi mi? Ya bunun gibi mayda hatalar ama sürekli yani tekrarlanıyor. Yani. Bu kishi aytmoqchilarki, eng katta xatolardan birinchisi tomchi lentasini tomish masofasiga qarab, keyin uzatish masofasini noto'g'ri belgilaydi deyapti. Agar tomish masofasi yaqinroq bo'lsa, qisqartirish masofasini kamroq qilish kerak. Ikkinchisi, juda ko'pchilik fermer akalarimiz 50 lik turba tortsam agar ko'proq suv yetkazib beradi deb o'yladi. Lekin u uncha suv yetkazib bera olmaydi. Hisobni, chunki bu taraf hisob noto'g'ri olingan. Shunga men ko'rayotganingiz 90 lik bilan turba bilan tortganmiz. O'shanga yarasha loyiha qilish kerak deb. Semerkant için evet. Burada en ısık vakitte yazın. En ısık vakitte. Bir günde 1 hektardan ne kup su spreyli bola yaptı. Biliyor musunuz mu misal? Ben aytayım size. Ortalama 90-95 kup su spreyli bola yaptı. Şimdi o yok olan suyu bizim koyuşumuz gerekli araya. Ekinin ihtiyacı olan suyu koyuşumuz gerek. Şamanla yok olan suyu koyuşumuz gerek. Ona karab mesela nasos, ona karab turbo, ona karab lenta, hamması ona karab alışımız gerek. Yani bunları hesaba kattığınız zaman doğru proyekt bo'lyapti. Tushunishimcha ispareni haqida, bug'lanish haqida necha foiz dedingiz Bobur aka? Ortalama 90-95 kup. Ha. 90-95 tonnagacha suv ispareni bo'ladi deyapti. En ısık vakitte. Ha, qancha maydondan yoki 1 hektarda. Ha, 1 hektardanmi? Biz hozir Bobur aka o'sha o'rnini to'g'rilab qo'yishimiz kerak deb aytib o'tdi, o'sha suvlarni. Çok oldu. Hozir qadrli muxlislar, bakalar turib olib, nimani muhokama qilishyapti demanglar. Mirzabekda ham ozgina xatolari bor. Bitta narsani tushuntirib o'tiraman. Bobur aka bilan proyekt qilganlar Mirzabek sharoitdan, vaziyatdan, imkoniyatdan kelib chiqib, ozgina o'zgarishlar bo'lgan, dalani holatidan kelib chiqib, bular ayni qilib bergan narsani 100% qilish balkim imkonsizdir, balkim dalani holatidan kelib chiqib o'zgartirasizlar. Aynan shuni 100% qilasizlar degan sizlarga talab yo'q. Hozir ozgina barometrlar haqida, buni bu yoqqa bo'lish kerak edi, shu filtrlar haqida,
parametrlar haqida o'sha jarayondan Bobur akamning fikrlarini o'sha yerda bitta davom etaylik Mirzabek. Siz bir mutaxassis sifatida parametrlar qayerda bo'lsa to'g'ri bo'ladi, filtrlar qanaqa bo'ladi? Shu jarayonda ozgina tushuntirib bering bizga. Bunun da normalde burada bo'lishi kerak. Chiqish ta'minotini ko'rmamiz uchun. Ko'rayotganingiz gidrosiklon qum tutuvchi vazifasini bajaradi. Shu manometrimiz suv ochgandan keyin tomchi lentasiga necha bar, ya'ni 1,5 bargacha davleni bo'lish kerak deyaptilar. Mana gördüğünüz gibi mayda işte paketçeler vesaire. Chunki ularning ichida cho'kkindilar juda ko'p bo'lgani uchun katta bochkalarning ichidagi ichida tosh aylanadi ular. Toshlari o'zlariga shu loyqani singib olib, toza suvni chiqarib beradi. Qayerlarnidir tushunmayotgan bo'lsalar, albatta izohlarda aktiv bo'lib yorsalaringiz, keyingi dasturlarimizda men sizlarga albatta xudo xolasa mutaxassislarimizdan ana shu to'laqonli ma'lumot qilib, sizlar uchun ham tushunarli bo'ladigan ma'lumotlar olib berishga harakat qilaman. Ketyapti.